Toshkent shahrida aniq va tabiiy fanlarni o'qitishda zamonaviy yondashuvlar, muammolar va yechimlar mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman bo'lib o'tdi. Ushbu anjuman Abdulla Avloniy nomidagi Pedagogik mahorat milliy instituti va Science and Innovation xalqaro ilmiy jurnali hamkorligida Hilton Tashkent City mehmonxonasida tashkil etildi. Anjumanda aniq va tabiiy fanlar ta'limidagi dolzarb muammolar, ularni hal etishning zamonaviy usullari, ilg'or pedagogik texnologiyalar va innovatsion metodlarni ta'lim jarayoniga joriy etish masalalari muhokama qilindi. Xalqaro ilmiy-amaliy anjumanni aniq va tabiiy fanlar o'qitilishida zamonaviy innovatsion yondashuvlarni joriy etish, xalqaro tajribalarni o'rganish va ta'lim sifatini oshirish yo'lidagi muhim qadamlardan biri bo'ldi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Anjuman Abdulla Avloniy nomidagi Pedagogik mahorat milliy instituti va Science and Innovation xalqaro ilmiy jurnali hamkorligida tashkil etilib, 6 ta yo'nalishda sho'balar faoliyat olib bordi. Anjumanda ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanish mavzusiga alohida e'tibor qaratildi va xorijiy universitetlar professorlari bu borada o'z bilim va tajribalarini ishtirokchilarga ulashdilar. Bizda Abdulla Avloniy nomidagi Pedagogik mahorat milliy instituti strategik rejasiga binoan o'tkazilayotgan ushbu konferensiyada aniq va tabiiy fanlarni o'qishda zamonaviy yondashuvlar, muammolarning yechimi tahlil qilinadi. Bu yerda bir yetuk olimlar, bu sohadagi, ya'ni aniq va tabiiy fanlar sohasidagi yetuk olimlar, tadqiqotchilar, tajribali mutaxassislar taklif etilgan. Shuning bilan birga xorijiy mehmonlar ham tashrif buyurgan, bir 20 ga yaqin xorijiy mehmonlar tashrif bergan. Ularning tajribasini o'rganish va o'zimizning ta'lim tizimimizga tatbiq etish masalalari o'rganiladi va bu borada olib borilayotgan ilmiy tadqiqot ishlari muhokama qilinadi. Сегодня я буду Bu yerda men matematika yo'nalishida sun'iy intellektning o'rni haqida gapiraman. Sun'iy intellekt ta'lim sohasida juda ham qiyin yo'nalish, chunki sun'iy intellektli dars qo'llanmalarini dars jarayonlariga tatbiq etish biroz qiyin masala. Sun'iy intellekt ichida biz uchun xavf-xatarlar bisyor va buni ko'pchilik tushunmaydi. Unda xatoliklar bisyor. U hamma narsaga ham javob bera olmaydi. U faqat bizga ko'proq tanlash imkonini beradi. Sun'iy intellekt bizga kerak, lekin unga inson ongi aralashishi shart va biz uni ishlatish texnologiyalarini bilishimiz kerak. Anjumanga O'zbekiston hamda bir qator xorijiy mamlakatlardan 200 dan ortiq ilmiy maqola taqdim etildi. Shundan 150 ta maqola ilmiy kengash tomonidan tanlab olindi. 25 ta xorijiy maqola qabul qilindi va 20 nafar xorijiy olim o'z taqdimotlari bilan ishtirok etdi. Shuningdek, 300 dan ortiq mahalliy professor, o'qituvchilar, doktorantlar, mustaqil tadqiqotchilar va talabalar anjumanda faol qatnashdi. O'zimni maqolamni misol keltiradigan bo'lsam, talabalar uchun sun'iy intellektning o'rni, salbiy va ijobiy tomonlarini ko'rib chiqdik, tadqiqot o'tkazib. Men qatnashayotganimdan, bunday konferensiya tashkil qilinganidan juda ham xursandman. Turli xil muammolar, aktualniy temalar ko'tariladi va kim qanday tadqiqot olib borgan, kim qanday natijaga erishgan, bizga qanaqa muammosi bor, sun'iy intellektning qanaqa yechimi bor, qanday ijobiy tomoni, qanday salbiy tomoni bor, shularni muhokama qilib ko'rib chiqmoqdamiz. Tanlangan maqolalar Polshaning Index Copernicus, Yevropaning Zenodo va Open Air platformalarida chop etilishi, shuningdek, ilmiy anjumanlar.uz portalida e'lon qilinishi ko'zda tutilgan. Barcha maqolalar Google Scholar tizimi orqali indekslanadi va bu esa ularning xalqaro miqyosda keng targ'ib qilinishiga xizmat qiladi. Anjumanda bildirilgan fikr-mulohazalar, taqdim etilgan maqolalar hamda fikr almashuvlar asosida ishlab chiqilgan ilmiy yondashuvlar mamlakatimizda raqobatbardosh, zamonaviy bilimlarga ega kadrlarni tayyorlash tizimini yanada takomillashtirishga xizmat qiladi.